Videoda ko'rib turibsizlar, parda 70-80% qayta tiklanmaydigan holatga kelib qolgan. Bunga sabab nima? Quloqqa qo'l kafti bilan qattiq urilganda vakuum hosil bo'lib, baratrama natijasida parda teshilib ketgan. O'zi ko'pincha kichikroq teshiladi, odatda ehtiyot qilsa o'zi sekin-astalik bilan bitib ketadi. Quloq pardasi qanaqa holatlarda teshiladi? Ko'pincha baratrama natijasida yoki chuqur dengizga sho'ng'iganda, bosim natijasida yoki har xil cho'p yoki kalit shunga o'xshagan narsalarni tiqib jarohatlar pardani teshib qo'yishadi. Parda teshilganini qanday aniqlasa bo'ladi? Birinchi navbatda quloqda qattiq og'riq bo'ladi. Ikkinchisi shovqin paydo bo'ladi va eshitish rezki pasayadi. Eng asosiysi, birinchi o'rinda quloqni ichiga hech qanaqa ortiqcha dorilar yoki paxta yoki qanaqadir cho'plarni tiqmaslik kerak. Agarda quloqdan qon va yiring kelayotgan bo'lsa, tezda lor shifokoriga murojaat qilish kerak. Bu videoni saqlab qo'ying va yaqinlaringizga ulashib qo'ying.